Ishchidan sodiqlik talab qilinmaydi, sodiqlik yaratiladi. Sizni xodimingizga bo'lgan munosabatingiz uni sizga bo'lgan sodiqligini kuchaytiradi. Haqqingizga xiyonat qilmaydigan va sizga sadoqatli bo'ladigan xodimni qidirar ekansiz, birinchi o'chiritda o'zingizdan o'rnak bo'ling. Siz kimgadir ishga boryapsizda, lekin sizga 10 soatingiz uchun 1 soatlik pul to'lasa, siz qatdan unga sadoqatli bo'lasiz? Qatdan uni siz haqqiga xiyonat qilmaysiz? Haqqiga xiyonat qilish degani faqat puliga emas, 10 soat vaqtini, 10 soat foydali, manfaatli ishda o'tkazishini xohlar ekansiz, siz u insonga ayni shunga nisbatan birinchidan tizim yaratib bering, ikkinchidan unga muhit yaratib bering va unga kollektiv yaratib berishingiz kerak. Ya'ni butun kollektivni xuddi shunaqa sifatli auditoriyada jamlashingiz kerak. Ya'ni u auditoriyani rassomi sizsiz. Kuchli nazoratni qilyapsiz, katta bosimli ishni, katta javobgarlik ishni qilyapsiz-da, majburiyat qilyapsiz o'sha insonga-da, lekin atvetida, tangasida siz unga mana narsa berar ekansiz, hatto u sizni haqqingizga xiyonat qilmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, любой odam sizni oldingizga pul topaman deb keladi, lekin siz yaratib bergan muhit uni sizni yoningizda olib qoladi. Ya'ni siz unga 100 ming dollar pul bering, lekin hurmat qilmay, sizni любой odam tark qiladi. Lekin siz unga 100 dollar oylik beringda, lekin 10 ming dollar narsa talab qiling, qolmaydi. Ikkalasini o'rtasini toping. Mana sizda sadoqatli komanda teriladi, ana sizda jamoat teriladi. Ana o'shaning uchun ko'pchilik katta biznesmenlarga top menejerlarni zo'rlari keladi. Chunki ular top menejerlarga top oylik, top shans, top imkoniyat va adolatli sistema yaratib qo'ygan. Ya'ni o'zidek ko'rgan. Qisqa qilib aytganda, siz o'zingizni birovga qul qilib ko'rasizmi yo xur qilib ko'rasizmi yo do'st deb bilasizmi? Kim deb sizni qabul qilishni xohlaysiz? Sizni ishchingiz ham inson, shuni unutmang.